Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolingizga Chingiz Aytmatov hayoti va ijodini taqdim etadi. Chingiz Aytmatov 20-asrning eng mashhur yozuvchilaridan biri bo'lib, Qirg'iziston va butun Markaziy Osiyoning adabiy va madaniy merosiga ulkan hissa qo'shgan. U nafaqat adib, balki diplomat, ziyoli inson sifatida ham tanilgan. Chingiz Aytmatov o'z asarlarida inson tabiatini, an'analar va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyatlarni, shuningdek ijtimoiy va falsafiy masalalarni chuqur aks ettirgan. Chingiz Aytmatov 1928-yilning 12-dekabrida Qirg'izistonning Talas viloyatidagi Shigar qishlog'ida tug'ilgan. Chingiz Aytmatovning ijodi xalq og'zaki ijodi va milliy madaniyat an'analariga asoslangan bo'lsa-da, u zamonaviy va falsafiy mavzularni ham ko'tarib chiqqan. U birinchi asarlaridan boshlab o'z uslubi va mavzularining universalligi bilan ajralib turgan. Jamila 1958-yil bu qissa sevgi va inson erkinligi mavzulari aks ettirib, dunyo adabiyotidagi eng go'zal sevgi hikoyalaridan biri deb e'tirof qilingan. Sariqomat Dilbarim 1961-yil yosh sevgi va qishloq hayoti tasvirlangan qissa insonning tabiat bilan aloqasi va ichki his-tuyg'ularini ochib beradi. Alvido Gulsari 1966-yil qadriyatlar yo'qolishi, qishloq hayoti va zamonaviy davr ziddiyatlarini aks ettiruvchi qissa. Asar bosh qahramoni va uning oti orqali inson va hayvon o'rtasidagi chuqur bog'liqlik tasvirlangan. Asrga tatigulik kun 1980-yil realizm, ilmiy fantastika va mifologiyani o'zida mujassam qilgan falsafiy roman. Asar insoniyatning rivojlanishi va ijtimoiy muammolarini chuqur tahlil qiladi. Oq kema 1970-yil bolalar va kattalar uchun birdek muhim bo'lgan bu asarda insonning orzulari va haqiqat o'rtasidagi ziddiyatlar tasvirlangan. Chingiz Aytmatovning asarlari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan va u xalqaro miqyosda katta e'tiborga sazovor bo'lgan. U o'z faoliyati davomida Qirg'izistonni turli xalqlar maydonlarida himoya qilgan va UNESCO hamda boshqa tashkilotlar bilan faol hamkorlik qilgan. Chingiz Aytmatovning asarlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ularning ko'pi insoniyatning umumiy muammolarini ko'taradi va o'quvchini o'zliga anglashga undaydi. Uning ijodi nafaqat qirg'iz adabiyotining, balki jahon adabiyotlarini ham bebaho qismidir. E'tiboringiz uchun rahmat.